Dada, men maktabga ketaman. Kiyimcha pishayma qarating iltimos. Men sen pishanga qarayotgan mol uqtirmanmi? O'zing pishanga o'zing qara qoch. Men ol bozorga borishim kerak, narsa olib kelishim kerak. Bozorga borsangiz o'zingiz bilan birga olib keting, chiqsada buni. Men bozorga borib narsa olaymi, pishak qaragaymi? Men pishakka chiqoldim, sog' bo'ling. Jonim tegdish pishak. Mundagi opalar menga o'xshaganlar e'tibor ham bermaydi. Aytarsam ham miyavlamay. Amaki, Ha qizim? qo'lingizdagi pishakchami? Ha, pishak mana. Ko'rasizmi? Ha, mana qizim. Voy, pishakchami? Ha, pishakcha. Amaki, pishaklarga qiziqasizmi? Ha, o pishaklarga qiziqaman. Uyda ham 15 ta pishagim bor. Menga ham bering. Siz ham qiziqasizmi? Ha. Hay, faqat uydan beraman-da. Shunisini bering menga. Shunisini. Ibi, o'g'lima nima deyman pishagini so'rasa? Siz buni boqib bilasizmi? Ha, cho'miltiraman, ovqat beraman, mehr beraman. Shuncha narsani menga bersa bo'lar-ku. Yo, ishlaman mana. Voy, rahmat. Mayli, charchamang. Sog' bo'ling. Dada, men maktabdan keldim, pishayim qani? Tom. Dada, pishayim qani? Bilmayman, pishang qochib ketdi. Qochib ketdi? Qani qochib ketdi? Men qayerdan bilay? Men shunday magazinga kirdim, narsa olaman deb chiqsam yo'q pishaging. Dedi, ha pishak qochib ketgan bo'lsa, qutchasi qani? Tuchasi bilan qochib ketgan. Topib bering. Men qayerdan topdim? Men senga aytdim pishagga qaramayman. Nima Topib bildim? bering pishakni.